sekin bosib chiqarib olamiz. Kleylaymiz обязательно. Mana qaranglar, mana shunaqadan 3 ta qilsak yetarli bo'lar ekan. Bu uchi ortiqcha qilayotgan bo'lsa, sekin tortib yopaverasizlar. Tegini ham qotirib. Mana sekin astalik bilan ingichka bo'lib qolgan joylarini buklab olsanglar bo'ladi, yaxshi chiqadi, qo'rqmanglar. Mana yana bu qator tugatsak yetarli bo'lar ekan. Bitta aralashtirib olamiz, chunki paketning ichida turmayapti farforimiz. Yana pushti rangidan qo'shamiz. Bitta aralashtirib, mana uchlari roza bo'lib chiqar ekan. Sekin shunaqa qilib teraverasizlar. Marhamat. Teparoq ozgina olib, mana balandligini ko'ryapsizlarmi? Ichkaridan tepaga o'sib kelyapti butonimiz. Agar gullarni уже ko'tarmayotgan bo'lsa, butoninglar qochishga qo'ysanglar bo'ladi. Mana farforim qattiq bo'lgani uchun gul bemalol ko'taradi. Endi yana qo'shamiz. Tashlaymiz. Kley. Mana bo'ldi, mana shu qator bilan уже butonni ochishni boshlasak ham bo'lar ekan. O'zingizlarning didinglarga mos qilib, qo'rqmasdan ijod qilishda qo'rqmanglar. Gulinglar mabodo o'xshamay chiqadigan bo'lsa, gulinglarni qaytib ezib, yana qaytadan yasasanglar bo'ladi. Yana qo'shamiz. Endi bitta qavatga pastroqga qilishni boshlaymiz. Rozamiz aralashib ketmaslik